boshini saylab olishimiz kerak. Aksincha mehnat bozorida o'qitilgan deputat biz alohida qonunimizni kecha kotib etishlarni ta'kid. Boshqa ta'kidlar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodni o'rtatiladi. Hozirlar qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Marhamat. Hurmatli deputatlar, bugungi xalq deputatlari She'robod Kengashining 23-yilda kun tartibini tasdiqladi. Kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlansin degan deputatlarning ovoz berishlarini so'rayman. Hozir Ahmad, qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlanadi. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlaymiz. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar yo'qmi? Bu holda ovoz beriladi. Kompyuter ovoz berishlarini so'rayman. Hozirlar. Ahmad, qarshilar yo'q, e'tiroflar yo'q. Reglament bilan tasdiqlanadi. O'tkazinglar, o'tirib. Endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqish o'zida hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala Prezident farmoni bo'yicha amalga oshirgan ishlarida hozir Jamshid Bo'riyev xizmat safariga ketish munosabati bilan shu yerda birinchi masalani ko'riladi. Nima deysiz? Endi kun tartibidagi 3-9, 13 masalalar bo'yicha tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Shafii Jamshid Bo'riyev so'zladi. She'robod mahalliy byudjetining 2026 birinchi chorak daromad rejasini bajarishning qisman shakllangan ma'lumot hisobidan o'zidagi ma'lumotlarni O'zbekiston Prezidentining 2025 dekabrdagi 2026 yil uchun O'zbekiston davlat byudjeti to'g'risidagi Surat 1105 sonli qonuniga muvofiq 2026 yil birinchi chorak asrning daromad rejasining bajarishning qismini jami 6,525 Ushbu shakllangan mablag' hisobidan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha mablag' ajratishni taklif qilamiz. Birinchisi, O'zbekiston Prezidentining 2021 aprelda byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 50-72 qaror ijrosini ta'minlash maqsadida jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladigan mablag'lar uchun tuman hokimligi qoshidagi fuqarolar tashabbusi byudjet jamg'armasiga 1,963,355 million. Tuman hokimligiga foydalangan elektr energiya yuzaga qarzdorligi uchun 20 million. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tumanda yo'l yoqasida ekilgan gazonlarni qo'yish uchun qo'yish apparatlarini sotib tuman hokimligi qo'ltash yuzaga qarzdorligi uchun 200 million. Tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga maktablarni ona qo'lini rivojlantirish va diplomlar xarid qilish uchun 95 million. Tuman hokimligiga elektron dasturlardan foydalanish uchun viloyat kompyuterlashtirish xizmati grup markaziga 55 million. Tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga tumandagi 56 sonli umumta'lim maktabidan muhandislik laboratoriyasi xonasini tashkil etish uchun zarur jihozlar xarid qilish uchun 108 million. Tuman hokimligiga gazeta va jurnallardan obunadan qarzdorligi uchun 35 million.
tuman hokimligi moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun 225 million so'm bu o'sha tumanda joylashgan ma'naviyat markazi, buning ichida deputatlarni moddiy rag'batlantirishga berilgan hammasi qo'shilib tuman hokimiyati nomidan chiqayotgan shunaqa summasi. Tuman 8-son Nusxa maktabiga, Nusxa maktabining moddiy texnika bazasini yaxshilash uchun 60 million. Tuman hokimlik texnik va xizmat ko'rsatish xodimlarining ish haqiga ustun to'lovlari uchun 75 million. Obodonlashtirish boshqarmasiga O'zbekiston Deputat Vazirlar Mahkamasi 2024-yil oktyabrda shaharlar va boshqa aholi punktlarini, ko'chalarni hamda ichki yo'llarni infratuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risida 6.5 tumandagi yo'llarni ta'mirlashda xizmat qilayotgan texnikalarga noqulay moliyaviy materiallar olish uchun 150 million. Tuman hokimligi xizmat avtomashinalarini noqulay xarajatlari uchun 20 million. Tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi, umumta'lim maktablarida joriy yilda o'tkaziladigan 20 turdagi tadbirlarni tuman bosqichida aniqlangan g'olib va sovrindorlarni mukofotlash uchun 102 million. Tuman hokimligi bu yil xizmat avtotransport vositalarini joriy ta'minlash uchun 40 million. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tuman markazidagi xotira maydonini ta'mirlash ishlari uchun qurilish materiallari sotib olish uchun 40 million. Tuman hokimligi kanselyariya va xo'jalik mollari olish uchun 15 million. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25-26-dekabrda mahalliy byudjetlar va byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirish, byudjet intizomi kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 387 qarorining 2-bandiga asosan tashkil qilinadigan issiqxona tashkil qilish uchun 70 million. Tuman hokimligi axborot aloqa internet xizmatlari uchun 15 million. Tuman hokimligiga o'sha bolalarni sog'lomlashtirish, aholi salomatligini tiklashga ko'maklash jamg'armasiga 200 million. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi tumanda obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish maqsadida orqa maqsadlarga o'rnatilgan. Tuman hokimligi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 8-son qarorining 3-bandiga asosan ko'p kvartirali uylarni joriy ta'mirlash uchun qurilish materiallari olish uchun 40 million. Tuman hokimligining qo'shimcha xizmat ko'rsatish binolarini joriy ta'mirlash uchun qurilish materiallari sotib olish uchun 350 million. Tuman hokimligiga majburiy ijro byurosi hujjatlariga asosan davlat bojini yuzaga kelgan qarzdorliklar uchun 90 million. Tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 8-noyabrdagi 591 qarori asosan ta'lim muassasalaridagi chaqiruvlarga boshlang'ich tayyorlash xonalarini o'quv moddiy bazasini jihozlash uchun 50 million. Tumanda aholisi sog'lom turmush tarzini rivojlantirish hamda aholini sport bilan shug'ullantirish. 3-masalani bo'ldi, 3-masala tugadimi? Bu o'sha birinchi regulation qo'ygan. Buni tasdiqlash bo'lar keyin birinchi regulation qo'yilgan masalalar bo'yicha taklif mavzu yuzasidan savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun tartibidagi 3-masala, ya'ni 2026-yil 1-oy davomida Sherobod mahalliy byudjet daromadlari egasining belgilangan qarzdorlik ko'rsatkichlarini orqali bajarganlikning hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masalaga ovoz berish bo'ldi. Ular yuzasidan matbuotda ovoz berishdan so'rayman. Hozir. Qarshilar. Yo'q, betaraflar. Yo'q. Raqamlar uchun 9-masala. Kun tartibidagi 9-masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-qoidalarini takomillashtirish to'g'risidagi
2017 son farmon ijrosining ta'minlash yuzasidan Sherobod tuman hokimligi huzurida tashkil qilingan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini yo'naltirish bo'yicha. O'zbekiston Prezidentining 25-30 yanvarda aholi ijtimoiy himoya qilish tizimini faollashtirish taqiqlanmalarni takomillashtirish to'g'risidagi farmoniga asosan tuman hokimligi huzurida tashkil qilingan infratuzilma ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'i hisobidan jami 486